Assalamu alaykum, kanallar yaxshimi? Alloh salomat qilsin inshaalloh. Men bugun istakan to'lqinmoqchi. Ko'rganinglardek mush istakanlar ko'ptirgich ishlatmayman. Mush qimmatchilar bilan o'rtoqlashib keldi. Oldi bilan men bir qachomga un oldim. Buni tasqilsanglar bo'ldi. Sizga o'tkazsanglar, tasqilib ishlasanglar yaxshi. Bir choy istakani unum bor. Andan keyin buningga men 4 yemek kaşığı hatta 5 yemek kaşığı yağ kullandım. Bu yağ bilen bu unumni yaxshi bir aralashtirma. Ko'rganinglardek mush holatda bir aralashtirib, andan keyin men buningga 3 tal tuxumning eqini ayırıp bir qachiq ayırıp aldım. Ko'rganinglardek. Andan keyin men serig'ini elib oldim. 3 tal tuxumning. Shuning eqini ayırıp serig'ini ishildim. Bunun serig'i chiqib ketib qoldi. Hozir elib etdim. Mana bu yerga serig'i chiqib ketib qolgan. Buni hech qanday bir zahmatsiz elib oldim. 3 tal tuxumning serig'ini qildim. Andan keyin bu yeni bir tal tuxumni men eqi bilan birga qo'shib etdim. Undaq bo'lsa biz 3 tal tuxumning serig'i yeni bir tal tuxum qo'llangan bo'ldik. Bularni biz yaxshi bir turda aralashtiramiz. Mana men ko'rganinglardek mushtarda aralashtirib oldim. Endi men suvi keramadin 2 yemek kaşığı atrofida 2 tomoq qo'shiq atrofida qo'yaman. 2 tomoq qo'shiq mush yetarli. Qag'ini makarona qo'rsak bo'ladi shuningda. Qag'ini. Endi bu ishlamni holatda aralashtiramiz. Mana bu holatda aralashib bo'ldi. Endi biz bu tuxumimizning eqiga bir choy barog'idan biroz oz shakarimizni qo'yib, buni qaymoq holatga kelguncha ko'ptiramiz. Mana ko'rdinglar, mush holatda tik turgan holatda. Mana ko'rdinglar, mush holatda men ko'ptirib oldim. Birazroq ko'ptirdim. Ko'rdinglar, mush holatda bo'lgan vaqtda biz bu ikkisini aralashmani bir-biriga aralashtiramiz az-azdan. Mush holatda bununla hech qanday bir ko'ptirgich yoki vanilya boshqa hech bir narsa qo'llanmadim. Bu holatda bu arada fırınlarni 130 derece fırında yoki 140 da içib ettinglar, issiq tutsin. 135 da qilsanglar eng normal 135 da. Bu holatda. Ha, bular. Mana bu holatda ben tayyor qilib oldim. Bunu biz 135 graduslik fırında 40 minut, 45 minut pişirsak bo'ladi. Endi men bunu bu qadaplarımga toshqizim. Mushunchalar holatda toshqazsak bo'ldi. Bu holatda men mana mening 8 talas bo'ldi. Endi men to'pisini bu holatda beshikka o'rayotgandan keyin hammasining 180 135 debman. 135 gradusda 45 minut atrofida pishirib olaman.
fırınğa bəsək buldu. Mana menenki 135 gradusda 40 minut 45 minut pişip çıktı. Mana soğusun biraz. Üstüne krem şanti bilen bizeyme. Ben sizlerge bir tane içini köstüp koyasını doğru köydüm. Ben bunu bıçaktı nima qildim. Köydüğünü şunçalık yumuşak. Mana içine mi köstüp koyası dege. Mana muşalete şunçalık yumuşak çıktı. Muşalete sinap baksanlar buludu inşallah. Bu benim qilishnemem. Solum yani. Mana muşalete buldu köydüğünler. Ben muşalete qilib berdim. Şunçalık çıraylık buldu. Bol kısmı hakikaten yaxşı çıktı. Muşalete sinap baksanlar buldu inşallah.